Qattiq yuribsan. Yo, aka qo'yvoring, kechiring xo'jayin. Voy, ukam qani? Kumarim, labingni qimillatdingmisan? Ey! Nima siz hamma narsani pulga sotib olaman deb o'ylaysizmi? Katta pulga sotib olaman deb o'ylayman. Chiqarib tashlaylar men bu ahmoqni. Kim o'zi bu xo'jayini? Men bular. O'rta, borib bosib olib kelmaymizmi? Uzr hoji. Ay, pishanam. Nega qizlar qilishadi doim meni g'iybatim, tagin yonida ko'tarib yurishadi suratim. Tezroq haydang aka. Kovuldan podarka emas. Sabatim men haqiqiy boyfriendman. Boyvachcha sevgi bobida hamisha yurishadi omadim, lekin bitta qizcha bor, uni ilintira olmadim. Baland parvoz qizchalarga yo'qdir meni to'qatim. Baxt oddiylikda. Nima siz baxtni ham pulga? Baxtni ham pulga, ko'p pulga sotib olaman. Shunda to'xtatib yuboring, iltimos. Shoshmang. Qachga? Magazinga? Donski. Pishkom yurasizmi? Marhamat. Sal kech bo'lib qoldingmi? Amallash. Pulim mani yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Premium brendga xush kelibsiz. Xo'jayin, Kiyimlaringizni kiyib ko'rmoqchi ekanlar. Kiydirib ko'rmoqchi edim. marhamat. Bizda xizmatlar ham premium. Menga qara, bitta qizga shuncha rasxod qilib nima qilasan? Undan ko'ra onangga qil, otangga qil shuni. O'zadan puliga yashayapman-ku. Sizga ham nimadir kiyib ko'rsataylikmi? Seni men otam zo'r odam, lekin boy odam emas-da. Biz mijoz tanlamaymiz. Rahmat. To'xta. Namcha kerilasan? Yonim osmondagi oymisan-a? Seni sotib olishga qurbim yetadi. Adingizni puligami? Nima? O'rtashini ertaga o'ldiraylik. Qo'yib yubormani. Yana nimadir qilaymi xo'jayin? Tortib ol.